Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari, hurmatli do'stlar. Bugun global dunyo va men mavzusida gaplashamiz. Bugun dunyo chegaralari ochildi. O'zbekistonlik yoshlarni Silikon vodiysida, Yevropaning ilmiy markazlarida yoki Yaponiyaning yirik korporatsiyalarida uchratish oddiy holga aylandi. Ammo katta dunyoga chiqqan bir savol hammani qiynaydi. Men o'zligimni saqlab olamanmi yoki muhit meni yutib yuboradimi? Bugun biz o'zligimni yo'qotmay, dunyoni hayratga solayotgan vatandoshlarimizning muvaffaqiyat formulasini tahlil qilamiz. Qadriyat bu qoloqlik emas, u sizning brendingiz. Ko'pchilik chet elga borsa, ularga o'xshashga harakat qiladi. Lekin eng muvaffaqiyatli vatandoshlarimiz aytadiki, bizning faxrimiz bizning ustunligimizdir. Masalan, bizdagi kattalarga hurmat fazilati Google yoki Meta kabi kompaniyalarda komandada ishlash va etika deb baholanadi. Bizning mehmondo'stligimiz biznesda empatiya va mijoz bilan aloqa deb ataladi. Qadriyatingiz sizni olomon ichida betakror qiladi. O'zligidan uyalgani emas, uni to'g'ri taqdim etgan inson hurmat qozonadi. Oila va mas'uliyat. Masofadagi duo. Chet eldagi vatandoshlarimizning eng katta motivatsiyasi bu uydagilarning duosi va oila oldidagi mas'uliyati. G'arbda ko'pincha individuallik, faqat o'zini o'ylash birinchi o'rinda. Lekin o'zbek yoshlarini muvaffaqiyatga undaydigan narsa ota-onamni hajga yuboraman, ukamni o'qitaman, yurtimga foydam tegsin degan oliyjanob niyatlari bu mas'uliyat ularni qiyin paytda sinib qolmaslikka, charchaganda yana oldinga intilishga majbur qiladi. Intizom, zamonaviy tuzuklar. Vatandoshlarimiz bilan suhbatlashganda bir narsaga amin bo'ldik. Ular Amir Temur kabi qat'iy intizomga amal qilishadi. Begona yurtda sizni hech kim majburlamaydi. Faqat ichki intizom va diniy, milliy tarbiyada berilgan halollik tushunchasi sizni to'g'ri yo'lda ushlab turadi. Halol mehnat va vaqtga rioya qilish. Bu bizning qon-qonimizda bor fazilat. Uni faqat uyg'otish kerak. Vatan sog'inchi va investitsiya. Dunyoni zabt etish bu faqat chet elda qolib ketish emas. Bu yerdagi bilim va tajribani olib vatanga qaytishdir. Bugun ko'plab vatandoshlarimiz masofadan turib O'zbekistonda maktablar ochmoqda. Startaplarni qo'llab-quvvatlamoqda. Ularning jismi Londonda bo'lsa-da, yuragi Samarqand yoki Andijonda. Haqiqiy vatanparvarlik milliy qadriyatlarni zamonaviy texnologiyalar bilan boyitib, xalqiga xizmat qilishdir. Siz qayerda bo'lsangiz ham O'zbekistonliksiz. Aziz zamondosh, qaysi davlatda, qaysi lavozimda bo'lmang, sizni kimligingizni belgilaydigan narsa bu sizning ildizingiz. Ildizi baquvvat daraxt har qanday bo'ronga chidaydi va eng baland cho'qqilarga bo'y cho'zadi. Dunyoni zabt eting, ammo o'zligingizni aslo unutmang. Sizning muvaffaqiyatingiz millatning muvaffaqiyatidir. E'tiboringiz uchun rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Salomat bo'ling.